katta holding kompaniyada ancha yil ishlaganman. Undan keyin o'zimni biznes qurish maqsadida chiqqanman. Keyin 2-3 joyda direktor bo'lib ishlaganman. Ishlab chiqarish bo'yicha direktor bo'lib ishlaganman. Sezganmanki, bu bitta odam umumiy o'zgarish, qanaqadir korxonani yoki bironta biznesni tubdan o'zgarishi, change managementni qila olmas ekan degan tushunchaga kelganman va o'z ishimni davom ettirish uchun o'zi yurganimda ozgina krizis bo'lgan va bu yaqin o'rtog'im SAP biznesonga xohlasang ishla, opiting bor deb chaqirgan, shunday kelganman. SAPni umumiy ERP sistema bo'lgani uchun ERP sistemada tushuncham bor edi, o'zi ERP sistemalar nimaligi haqida. Business One'ni funksiyalarini bilmasdim, ishlatib ko'rmaganim uchun, lekin uni bu yaxshi bilgan odam, logikasini tushungan odam va umumiy deb biznesda haqiqiy proseslar qanaqa qo'yilishini logikasini tushungan odam uchun bu juda oson. Kelganimga yarim yil bo'ldi. Top 3 ta deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda men har doim odamlar bilan gaplashishdagi, o'sha psixologiyasidagi naviklarni birinchi o'ringa qo'yaman. Bu menga empatiya, har xil o'sha lavozimidan, boyligidan, boshqa statusidan tashqari любой odam bilan o'zini tilida gaplasha olishni o'rgandim. Ikkinchisi, moliyaviy bilimim pastroq edi. Moliyaviy bilimlarni chuqurroq bilyapman. Korxonalarda foyda zarar, umumiy moliyaviy uchotlar qanaqa yurg'izilishini oldim. Uchinchi olgan navikim bu o'sha avtomatizatsiyani foydalanuvchi sifatida emas, tatbiq qiluvchi sifatida olgan bilimlarim.